Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldi ayvon romlarimizni katta romlarda o'rnatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Nayman qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu joyimiz jami 9 metrlik katta ochiq ayvon qilingan. Mashina oldiga mana 9 metr rom, ikki tomoniga katta eshiklari bilan nima qilib berdik, romlar qilib berdik. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Bu tomonidan ham kirdi chiqdi qolari bor. Bu tomoniga bir qanotli eshiklar qo'yib, romlaridan bitta ochilishlar tayyorlab berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Bu xonamizni u tomoniga ham, parallel tomoniga ham to'g'risiga katta rom qo'yib berdik. Mana. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Qadrli kuzatuvchilar, mana bemalol ko'rib baho berasizlar. Bu tomondan bu yoqqa xodga alohida bitta eshik qo'yib berdik, bir qanotli. Skvoznoy qilgani, mana ikkovi bemalol skvoznoy vazifasini bajaradi. Romlarimizga keladigan bo'lsak, romlarimizda ham har bitta oraliqdan ikkitadan ochilishlar bor. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnadi bular ham. Mana qadrli kuzatuvchilar, o'ta ham ideal holatda joylashtirildi. Bu oynamiz doimgidek qora tonirovkali oyna, mana ichkaridan tashqarilar bemalol ko'rinadi. Tashqaridan ichkari u darajada ko'rinmaydi. Mana ko'rsataman. Mana qadrli kuzatuvchilar, ichki holati deyarli ko'rinmaydi tashqaridan. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz har doimgidek mana Akfana originaldan balkon profildan ishlangan. Zamonlari turetskiy original zamonlar. Igrovkalar juda ham chiroyli holatda. Mana oldi ko'rinishlari panorama usulda tayyorlandi. Bu eshigimizning razmeri, bir qanotli eshigimizning razmeri 80 santimetrlik eshik joylab berdik. Buni ham xudo xolasa hamma yo'g'i igrovkalari go'zal holatda. Zamonlari mana har doimgidek original turetskiy zamonlar. Xudo xolasa mana o'zinglar ishimizni ko'rib baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Ishlarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, bu romlarning razmeri enlari 1.80, bo'ylari 2.75. Bu romimizning razmeri bo'ylari 2.90. Enlari 2,5 metrdan to'g'ri kelgan ustunda oraliklari. Bu eshigimiz ham razmeri 1.80 ga 2.60. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Eshiklarimizni osha-moshalari mana har doimgidek 4 tadan qo'yilgan. Bu ishimizning narxlariga keladigan bo'lsak, oynalari 0.6 lik qalin kalyonli oynadan ishlatildi. Kvadrati, общий kvadrati 28 kvadrat. Qadrli kuzatuvchilar, 28 kvadrat. Narxlariga keladigan bo'lsak, общий narxi 19 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kvadrati 660 ming so'mdan to'g'ri keldi. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa mana juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.